İslamdaki aile tüzümü. Abduri Muhammed Yusuf. 2. bölüm davamı. Er bilen ayalның baraverligi. Bu mesele üstüdeki talaş tartışlar İslam düşmanları tarafından Müslümanlarni haq yoldan azdırış maqsadida qasdan o'ttira qo'yilgan bo'lib, kishilarni qaymoqtirib kelmoqda. Bunun neticesinde İslam dininin haqiqatini to'liq tushunib yetolmagan ba'zi musulmon qarindoshlarımızның İslam diniga bo'lgan aqida ixlosi ajizlashib qaymoqib qolmoqda. Halbuki bu mesele Qur'on Karimda ve hadis shariflarda tushunishli holda to'liq izohlangan. Biz bu meseleni musulmonlarning foydalanishi uchun biroz tafsiliy so'zlab o'tamiz. İslam dini insoniyatni yo'qdan bor qilgan va ularning mijoz xarakterlarini obdan bildigan yagona Alloh tarafidan kelgan samoviy din bo'lg'achqa, uning qonun prinsiplarida insonlarning yaratilishdagi tabiati va o'zgachilik alohida ko'z tutilgan. Şoň İslam dinini aqlga muvofiq har qanday bir jamiyatga munosib kelgan haq din deb tanıymiz. Allah Taala öz hikmeti bilen insan ve başka məxluqatni erkek dişi qilib yaratdı. Er ayal iki cinsinin tabiiti bir-biriga o'xshamagına qarab, ularning hayotlikdagi vazifalarimi o'xshash bo'lmaydi. Her bir cinsning o'ziga loyiq xususiyati va hayotlikda o'ynaydigan o'ziga xos alohida roli bor. Shundaq ekan, islom qonun prinsiplaridami er ayal iki cinsning baravar bo'ladigan va baravar bo'lolmaydigan yerlarim bordir. Er bilen ayal baravar bo'lgan meseleler. Tövende er bilen ayal baravar bo'lgan meselelerden ixchamlagan halda 9 mesele bayan qılındı. Ular: 1. Er bilen ayal insanlık hususiyetlerde ve insanlık hürmette o'xshashdir. Allah Taala er ayal bütün insanlarni hürmetlik yaratganligi haqida mundaq deydi: Haqiqatan biz odam balalarni hürmetlik qildik. 2. Er bilen ayal İslam şeriatida buyurilgan amel ibadetlerini bija keltirishda, teklif qilinishda o'xshashdir. Yani erge farz bo'lgan 5 vaqt namoz, roza, zakat, hac, bilim ilish va boshqa ibadetler ayalg'imi o'xshash farzdir. Shundaqla ularning qilgan amel ibadetlariga berilgan mukofotlarmi o'xshash bo'ldi. Allah Taala bu haqda mundaq deydi: Men sizlardan er bolsun, ayal bolsun, her qandaq bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalni bekor qilib etmayman. 3. Er bilen ayal İslam şeriatida mani qilingan ishlardan to'silishda o'xshashdir. Yani Qur'on Karimda ve sahih ishonchli hadislarda mani qilingan ishlarda er bolsun, ayal bolsun, hammasi birdek mani qilingan. Allah Taala bu haqda mundaq deydi: Kimki er bolsun, ayal bolsun, yaman ish qiladigan, yaman ish qilganlarga faqat qilgan ishlarga yarasha jazo berildi. 4. Er bilen ayal qisasda o'xshashdir. Yani bir er bir ayalni haqsiz öldürgen bolsa, bu er öldürülgen ayal üçün öldürülüdü. Shuningdek, agar bir ayal bir erni naq öldürgen bolsa, bu ayalmı şu er üçün öldürüldü. Bu haqda Allah Taala mundaq deydi: iman etqanlar, öldürülgenler üçün qisas ilish sizlarga farz qilindi. Hör adam üçün hör adamdan, qul üçün quldan, ayal üçün ayaldan qisas ilindi. Yuqorqi oyatda bayon qilingan mo'minlar degan so'z er bo'lsin, ayal bo'lsin, har qanday mo'min kishilarga qartalgan. 5. Er bilen ayal ilim ma'rifat o'rganishga buyurilishda o'xshashdir. Yani İslam dini musulmonlarni ilm o'rganishga buyurganda, er bilen ayalni ayırmasdan har ikkisiga o'xshash buyurgan. Bu mesele Qur'on Karimdagi barliq musulmonlarni ilm o'rganishga chaqirgan oyatlarda ochiq ko'rsatilgan bo'lsa-mu, payg'ambar alayhissalom uni texmi ro'shanlashtirib mundaq deydi: Ilm o'rganish er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday musulmon kishiga farzdir. Albatta, bu o'rindagi o'rganish diniy ilmlarga qartilmasdan, balki insoniyatga foydali bo'lgan din ve axloqqa xizmat qiladigan bütün ilim fanlarining hammini o'z ichiga oladi. 6. Er bilen ayal mol mulkka idorchilik qilish huquqida o'xshashdir.
Yani mal-mulkka qandaq ega bo'la olsa, ayolmu mal-mulk sahib bo'lishga va eridan mustaqil egilik tiklashga huquqlidir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Erler qilgan amallaridan hassidor bo'ldi. Ayollarmı qilgan amallaridan hassidor bo'ldi. 7. Er bilan ayol miras ilish huquqida o'xshashdir. Yani erler miras algandek, ayollarmı miras ilish huquqi egidir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: Ata-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirasda erlarning hassisi bor. Ata-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirasda ayollarning hassisi bor. Mayli u az bo'lsin, ko'p bo'lsin, har odam belgilangan hassisini oladi. 8. Er bilan ayol o'zlariga oid bo'lgan mol-mulkni tasarruf qilishda o'xshashdir. Yani öz mülkini xalğancha qo'llanish, elish va setish ishlarida er bilan ayol o'xshash huquq ega. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Yani Allah savdo setiqni halol qildi, jazoni harom qildi. Yuqorqi oyatda er bo'lsin, ayol bo'lsin, bütün musulmonlarga savdo setiqning halol qilinganligini ko'rsatadi. 9. Er bilan ayol nikohlanish huquqida o'xshashli erkinlikka ega. Yani erlar o'zlari xalab yaxshi ko'rgan ayollar bilan o'yinish erkinligiga ega bo'lgandek, ayollarmı o'zlari xalab yaxshi ko'rgan erlarga yotliq bo'lish huquqiga egadir. İslam shariatida o'g'il qizlarni o'zlari xalamagan birisi bilan o'yinishga zo'rlash yo'qdir. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Çokanni onun ixtiyorsiz, qizni onun rayisiz yotliq qilmanglar. Er bilan ayol baravar bo'lolmaydigan masalalar. Tövəndə er bilan ayol baravar bo'lolmaydigan masalalardan ixchamlagan holda 4 masala bayon qilindi. 1. İdora qilish. İnson ijtimoiy maxluqotdir. Yani ular o'zi yolg'iz yashayolmaydigan, balki ma'lum miqdordagi insonlar bilan birlikda yashaydigan jinsdir. İnsanlar birga to'plashib ijtimoiy holda yashaganligi uchun bir-birining haq-huquqlariga tajovuz qilish ishlari yuz berib turdi. Ularning orasida adolatni barpo qilish uchun cho'ngi davlat hukumat, eng kichigi oila qatorliq har xil idora organlarni qurib chiqishga to'g'ri keldi. İnsanlarni idora qilib boshqarish ishi odatda eng qiyin va og'ir masaladir. İnsanlarni idora qiluvchilarning so'g'uqqan, mustahkam irodalik, ba'zi hollarda keskin bo'lishi taqozo qilindi. Halbuki bu sifatlar ayollarda oz topildi. Chunki ayollar yaratilishidanla ko'ngli yumshoq, hissiyotchan va tez o'zgaradigan xarakterga ega bo'lganligi uchun ular odam boshqarishning mas'uliyatlaridan chiqishdan ko'p hollarda ojiz keladi. Şoňa islom dini ayollarni asırganlıqdan bundaq ağır yüklerini erlerge tapşırdı. Hatta köpünce ayollar ailesini mustaqil idare qilishdan aciz keladi. Gerçi bazı ayollar vaqtliq idare qila olsa-mı, ular qiyin masalalarga duch kelganda uni hal qila olmaydi. Bu masala kişilik turmuşda her zaman ko'rilib turadigan bir reallikdir. 2. Guvohlik. Guvohlik talab qilinadigan har qanday bir masalada ikki ayolning guvohlik berishi bir erning guvohligiga barobar keladi. Mana bu insonlar o'tirsida nohaqchilikqa yo'l qo'ymaslik va ijtimoiy adolatni turg'izish uchun edi. Chunki islom shariatida har kishiga o'z haqqini ilib berish uchun guvohlik talab qilindi. Har qanday haqsizlik yuz bersa, uning qanday yuz berganligi va bo'lib o'tgan voqealikning butun jarayoni guvohchilardan so'rildi. Bundaq inchiki masalalarda bir erning o'rniga ikki ayolning guvohlik kerak bo'lishining sababi tuvandikicha. 1. Ayollar jismoniy jihatdan erlarga nisbatan ojiz bo'lganlikdan voqealikni uzoqdan kuzatadi. Şoňa bir ayolning butun voqealikni tafsiliy ko'ra olishi va uni boshdan oxir to'liq bayon qilib bera olishi qiyin masala. Ammo ikki ayol bo'lsa, birining ko'rmaganini ikkinchi birisi ko'rdi. Birining unutib qolganini ikkinchi birisi xotirlatadi. Shunday qilib, bu ikki ayol guvohchi bir erning rolini o'taydi. 2. Nahaq ish qilg'uchiga jazo berishda rahim shafqat qilishga bo'lmaydi. Jinoyatchiga tegishli jazosini qat'iylik bilan qo'llanmaganda jamiyatda amonlik, davlatda adolat bo'lmaydi. Shunga jinoyatchini jazolashda qat'iylik kerak.
Ayollar rahimdil, ko'ngli yumshoq va hissiyatchan bo'lganligi uchun agar bir ayol yolg'iz guvohlik berganda jinoyatchiga ich og'ritib yolg'on so'zishi yoki vaqalikni majhul qilib qo'yish ehtimol. Agar ikki ayol guvohlik bersa, ularning biri ko'ngilchaklikka tashabbus qilgandimi, ikkinchisi uni ogohlantirish orqali uning xatoligini tuzdi. Bundaq ahvollar ayollarda yuz berib turgan tabiiy ahvollardir. Şoňa ayollar har qandaq ishga guvohlik berdikan, ikki ayol bir erning o'rnida turib guvohlik berdi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. Ya'ni, agar ikki er kishi bo'lmasa, sizlar adolatiga, diyonatiga ishonadigan kishilardan bir er ikki ayolni guvohlikka taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchi birisi esiga soladi. 3. Miras. Samavi dinlarning oxirgisi va adolatning manbai bo'lgan islom dini barliq kelgichilik, mayli arab yerim oralida bo'lsin, mayli boshqa ellarda bo'lsin, hech bir yerda ayollarning miras elish huquqi yo'q edi. Ayollarning miras elishi oyoq tursin, ular o'zlari erlar tarafidan miras o'rinda qo'llaniladi. İslam dinining shariat ahkomlari nozil bo'lgandan keyin bu haqsizliklar tamoman yo'qotilib, ayollarning erlarga o'xshash miras elish huquqi dunyo tarixida birinchi qatim islom dinining miras qonunida bekitildi. Kishilarga miras belgilash huquqini Alloh taolo bevosita o'z ustiga olgan bo'lib, miras masalasi Qur'on Karimning Nisa surasida nihoyat ochiq bayon qilingan. Allah taolo miras miqdori haqida islom qonunshunoslarga, hatto payg'ambarga ijtihod qilish huquqini bermagan holda uni o'zi tafsiliy belgilab bergan. Shunga miras masalasi to'g'riliq islom mazhablari o'rtasida ixtilof yo'q. Bugun kun kelganda islom dinining mohiyatini yaxshi tushunib yetolmagan ba'zi kishilar islomda ayollarga erning mirosining yarim hissasi berildi, nima uchun er ayolga o'xshash berilmaydi? Bu ayollarni kamsitganlik emasmi deganga o'xshash xato tushunchalarda bo'lib qolgan. Ammo islom shariatidagi miros qonunini azroq o'ylab ko'rib, to'g'ri fikr yurgizadigan bo'lsak, uning eng adolatli va eng to'g'ri qonun ekanligini bilib olaymiz. İslamdagi miros masalasi oila nizomiga bog'liq bir masala. Bu ikkisini bir-biridan ayirib tushunishga bo'lmaydi. Bir oiladagi ayol yoki shu oiladagi erning ayoli bo'ladi, yoki uning qizi bo'ladi, yoki uning onasi bo'ladi va yoki uning hamshirasi bo'ladi. Zodi u bu 4 xil ayolning biri bo'ladi. Agar bu ayol shu oilaning qizi bo'lsa, uning yemak-ichmak, kiyim-kechak, boshqa butun chiqimlari otasining ustiga yuklandi. Agar bu ayol shu oilaning ayoli, ya'ni shu oiladagi oila boshlig'ining ayoli bo'lsa, uning chiqimlari nafiqa deb atalib, uning erining ustiga yuklandi. Agar uning eri uning nafiqasini o'z loyiqiga to'liqlab bermasa, ayolning mahkamaga berib, erining ustidan arz qilish huquqi bor. Agar bu ayol shu oila ichida ona bo'lib, ya'ni shu oiladagi oila boshlig'i bo'lgan erning onasi bo'lib yashagan bo'lsa, uning butun chiqimlari o'g'ilning ustiga yuklandi. Agar bu ayol shu oiladagi oila boshlig'i bo'lgan erning hamshirasi bo'lib, uning ota-onasi yoki jo'risi yoki bolasi bo'lmaganlikdan shu kishining riayat ostida turgan bo'lsa, bu holatda uning barliq chiqimlari o'g'il qarindishining ustiga yuklandi. Eri yo'q, o'g'lim yo'q, otasim yo'q, qarindishi ham yo'q, ayolning chiqimlari uning tog'a akalarining ustiga yuklandi. Agar uning tog'a akalari bo'lmasa, bu ayolning turmushi musulmonlar ommasi tarafidan kafolatga ilindi. Bu yerdan ma'lum bo'ldiki, ayollarning turmushdagi butun chiqimlari erlar tarafidan ta'min etildi. Ayollarning ustiga boshqalar uchun chiqim qilish uyoq tursin, o'zlarining ehtiyojlari uchunmi chiqim qilishlari lozim kelmaydi. Balki uni erlar qamdaydi. Bundaq ekan, aqlimiz bilan hukm qilamiz desak, ayollar miros olishga tegishli emas. Lekin islom dini ayollarning qadr-qimmatini ko'tarib, ularni alohida hurmatlaganlikdan ularga ma'lum miqdorda miros belgiladi. Hamda ularga oilasi yoki urug' tuqqanlar uchun hech qanday chiqim qilishni buyurmadi. Endi erlarga kelsak, o'g'il bola qo'li ishiq tekkandan boshlab uyning ehtiyojlarini qamdashda otasiga yordamlashadi. Ig'ir ishlar uning beshiga tushadi. U o'ylanib bir oilaning beshi bo'lgandan keyin uning ustiga ayoli va bolalarining nafaqalari yuklandi. Uning bir uyning ehtiyojlaridan chiqishi lozim keladi. Agar uning otasi bo'lmasa, onasini, qarindoshlarini beqishi, ota-onasi bo'lgan taqdirdami, ular yashnab qolgan kirim yo'q holatda bo'lsa, bularni yaxshi beqishi, barliq ehtiyojini qamdashi lozim keladi.
Demək, ailə həyatidagi barlıq chiqim xarajatlar qandaqlı şəraitdə bolmasun, faqatla ərinin üstüge yüklündü. Haqiqat bu işkən, qaysı aql və qaysı mantiq bilan ayollar bilan ərlər təng miras ilish kerak deyəlaymiz? Qaysı adolatli qonun ularni təng miras ilish kerak deyəlaydi? Qaysı adolatli boludu? Turmuşning bütün ehtiyojlari ustiga yuklangan ərga ikki qizliq miras berishmi yoki uning zimmasiga ayollarning chiqimlarini yuklash bilan birga uning ayol bilan teng miras berishmi? Masalan, birovning bir qiz, bir o'g'il, ikki farzandi bo'lgan bo'lsa, u o'lgandan keyin ularga 3000 yuan naqd pul miras qoldirgan bo'lsa, uning 2000 ni o'g'ilga, 1000 ni qizga berildi. 2000 yuanni olgan o'g'il uning oilasidan o'zi, ayoli va bolalarining ehtiyojlari uchun qo'llanadi. Mubada ayol bilan ajrashmoqchi bo'lsa, qo'ldagi bu 2000 yuanning 1000 ni ayolga naqd beradi. Chunki erning mulkining yarmi ayolning haqqidir. Omo atasidan 1000 yuan yoki uningdan oz yoki ko'pragini miras olgan bo'lsa, eridan olgan 1000 yuan bilan qo'shilib, uning qo'liga 2000 yoki uningdan ozroq yoki ko'proq naqd pul kirgan bo'ladi. Әмді атыстың 1000 yuan miras algan qizga kelsak, omo eridan 1000 yoki uningdan azroq yoki ko'proq miqdorda naqd pul olgan bo'lsa, uning erishgan umum naqd puli 2000 atrofida bo'lgan bo'ladi. Uning ustiga ayollar ota-onasidan miras algan naqd pullarini va boshqa boyliqlarini oilasi uchun chiqim qilishga buyurilgan emas. Erining uni chiqim qilishga zo'rlash haqqi yo'q, albatta. Agar u o'z ixtiyori bilan erimga hamkorlashman degan niyat bilan bir qism iqtisodiy oilasiga chiqim qilsa, bu o'zining ishi. Ayollar miras olgan pulni o'z yinida besib yota oladi. Ammo erlar undaq qila olmaydi. Balki oilasiga chiqim qilish lozim keladi. Endi o'ylab baqayli, amaliyotda qaysi ko'p olgan bo'ladi? O'g'ilmi yoki qizmi? 4. Taloq. Sog'lom oila asoyishlik jamiyatning asosidir. İnsan ijtimoiy maxluqot bo'lg'achqa, u oila qurib jamoat tarkibida yashashga ehtiyojlidir. İnsanlar turmush qurgandan keyin kundalik turmush jarayonida hamisha bir xil turmaydi. Gohida er-xotinlar o'tirsida jidal majralar yuz berib turadi. İnsanlar azroq ochiqlari g'oy berib, savrchanlik bilan turmush hayotini xotirjam holda davom qildirishga muhtojdir. Er-xotinlar o'tirsida yuz bergan jidal majralarda birining ochiqi yinib, o'z holiga kelguchilik qarshi tarafning savr qilishiga to'g'ri keladi. Agar undaq bo'lmaganda, birdamlik ochiq tufaylidan oila buzildi. Ayollar odatda savrsiz, hissiyotchan keladi. Ular ba'zida o'z hissiyotlarini boshqara olmay qoladi. Ular ochiq kelganda oqibatning qanday bo'lishiga qaramasdan og'zini qo'yadi. Ammo erlar ayollarga qaraganda savrchan bo'lganliklari uchun ular ochiq kelganda o'zlarini besib olishni biladi va og'zini qo'yib etmaydi. Savri bilan ochiqni yutib oladi. Natijada er-xotinlar o'tirsida jidal majralar yuz bergan bo'lsa-mu, keyin yana ular o'zaro yarashib oladi. Buning bilan oila parchalanmasdan davom qilaverdi. Oila o'chiqi davom qilgachqa bolalarmi yetim bo'lmaydi. Urug' tuqqanlarmi parishon bo'lmaydi. Mushu sababdan taloq qilish huquqi erlarga berilgan. Shuni asdan chiqarmaslik lozimki, oilaning boshlang'ich bo'lgan nikohda huquq ayolning qo'lidadir. Agar ayol o'zi bilan turmush qurmoqchi bo'lgan erga rozi bo'lib, uning xotin bo'lishini qabul qildim demaydi ekan, erning uni oldim degani bekordir. Bu masalani mushundoq keng doir tushunganimizda islom dinining aqlga naqadar muvofiq, insonning fitrati tabiatiga uyg'un ekanligini ko'ra olamiz.